Bilasizmi, aslida oltin to'p nimadan yasaladi? Haqiqat ko'pchilikni hayratda qoldiradi. Ko'pchilik oltin to'pni sof oltindan qilingan deb o'ylaydi, lekin aslida unday emas. Bu sovrinni 10 yildan ortiq vaqt davomida Fransiyadagi eski zargarlik ustaxonasida bitta usta qo'lda yasab keladi. Eng qizig'i, u g'olib kim bo'lishini marosimdan bir necha hafta oldin biladi. Ammo lekin agar u ismni oshkor qilsa, 2 million dollar jarima to'lashga to'g'ri keladi. Oltin to'pning yaratilishi taglikdan boshlanadi. Bu marmar emas, bu prit. Buni ahmoqlar oltini deb ham atashadi. Nega? Chunki u oltinga o'xshaydi, lekin narxi atiga taxminan 500 dollar turadi. Biroz ishlov berilsa, xuddi oltindek yaltiraydi. Keyin to'pning o'zi tayyorlanadi. Ikkita latun yarim shar payvand qilinadi va choklari qo'lda o'yib olinadi. Oxirida esa 24 karat oltin bilan qoplanadi. Natijada million dollarlik artefakt emas, taxminan 3500 dollarlik buyum hosil bo'ladi. Qo'l mehnati va materiallarni hisoblasangiz ham umumiy qiymati 10 ming dollardan oshmaydi. Taqqoslashingiz uchun NBAdagi MVP uzugi ba'zan 300 ming dollardan ham qimmatroq turadi. Futbolchilarda esa oltin rangli yaltiroq shar. Shuning uchun keyingi safar kimdir oltin to'pni o'payotganini ko'rsangiz, biling u aslida oltinga o'xshash metallni o'pyapti xolos. Lekin baribir har bir futbolchining orzusi mana shu.